Assalomu alaykum azizlarim, qaranglar. Endi bugun esa sizlarga nimani o'rgataman? Juda ham kerakli bo'lgan Majburiy ijro byurosida qarzdorligingiz bormi yoki yo'q? Sizga qanaqa cheklovlar qo'yilgan, qanaqangi imkoniyatlaringiz hozirgi kunda mavjud? Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Buning uchun bizga yana o'sha brauzer kerak bo'ladi. O'zimiz qadrdon brauzerimizga kirib olamiz. Yandex brauzeridan foydalansanglar ancha qulay va tezroq bo'ladi. Xo'p, bu yerga kerakli bo'lgan saytni o'zamiz, ya'ni mip.uz bosdik va biz to'g'ridan to'g'ri hech qanaqangi ortiqcha harakatlarsiz Majburiy ijro byurosini saytiga, rasmiy saytiga tashrif buyurdik. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, bo'limlar bor. Qarzdorlikni tekshirish, ijro monitoringi, respublikadan chiqishga cheklov turibdi bu yerda. Hamda tagida aliment bo'yicha yana umumiy ijro ishlari bilan bog'liq barcha misol uchun muammolar yoki savolinglar bo'lsa, shu yerdan javob topsanglar bo'ladi. Endi nima qilamiz? Bu yerda bizga qarzdorlik kerak bo'ladi. Majburiy ijrodagi qarzdorlikni tekshirish bo'limiga kiramiz. Hamda qarzdorlikni tekshirish bo'limiga kirgandan keyin bu yerda sizni pasport seriyangizni hamda raqamingizni, pasport raqamini, bu yerga pasport seriyasi hamda raqamini kiritamiz. Hamma o'zinikini kiritadi albatta. Xo'p. Endi pastida himoya kodi bor. Himoya kodini ham kiritamiz. Bu yerda necha beribdi? Bu yerda 1565. Mana shu himoya kodini kiritasizlar va mana qarzdorlik kelib chiqdi bizni holatimiz bo'yicha. Sizlarda ham xuddi mana shu holat bo'yicha mana to'lov uchun barcha do'stlar to'lov uchun QR kodlar beriladi hamda bemalol shu yerdan o'zingizlardagi qarzdorliklarni tekshirib olsanglar bo'ladi. Va bundan tashqari pastdagi respublikadan chiqishga cheklov, aliment bo'yicha so'rovlar bo'lsa, xuddi mana shu tartibda kiritasizlar. mip.uz sayti orqali.